Men Rahimov Nodir Muxtorovich, vrach kardioxirurgman. 13 yillik stajga egaman. Shu yil mobaynida 3000 dan oshiq operatsiyalarda muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Bizning soha yurak jarrohlik sohasi, bu yurakda bo'ladigan barcha kasalliklar, ya'ni yurakda ishemik kasalliklari, yurakda klapanlar nuqsonlari, yurak tug'ma nuqsonlari va o'sma kasalliklari, bundan tashqari yurakda ko'tariluvchi aorta qismida patologik holatlarida jarrohlik amaliyotini amalga oshirish uchun yo'naltirilgan. Qo'qon shahrida Avitsena klinikasida kardioxirurgiya bo'limi ochilgan. Bu yerda kardiyo jarrohlik amaliyotlarini oshirish va bundan tashqari kardiologik kasallarni davolash uchun barcha qulayliklar mavjud. Klinikamizda kardioxirurg jamoasi 12-13 nafar jamoa ishlaydi. Bulardan 3-4 nafari kardioxirurglar, 3-4 nafari intervension kardiologlar, 3-4 nafari kardiologlarni tashkil qiladi. Klinikamiz faqat kardiologiyaga yo'naltirilmagan, bundan tashqari travmatologiya, neyroxirurgiya, pediatriya, ginekologiya, allergologiya, nevrologiya sohalari ham mavjud. Avitsena klinikasida nafaqat yurak ishemik kasalliklarni operatsiya qilamiz. Bundan tashqari yurakda klapan nuqsonlarida bo'ladigan protezlash, klapanda rekonstruksiyasi, bundan tashqari o'sha yurakda ko'tariluvchi aorta qismi protezlash, bundan tashqari yurak nuqsonlarida uchraydigan patologiyalarni korreksiya qilish, yaxshi sifatli miksoma, o'sma kasalliklarni, yurak o'sma kasalliklarini olib tashlash amaliyotlarini amalga oshiramiz. Avitsena klinikasida sanaviatsiya xizmati ham mavjud. Bu degani bemorlar rayon sharoitida, reanimatsiya sharoitida infarkt oldi holati bilan tushgan paytda tezkor tibbiy yordamga muhtoj bemorlarni biz o'zimiz borib aviaskoriy mashinasi orqali, reanimobil orqali borib bemorlarni olib kelib bu yerda koronagrafiya tekshiruvidan keyin zaruratga qarab stentlash yoki ochiq usuldagi aorta koronar shuntlash amaliyoti o'tkazishga imkoniyatlarimiz ham mavjud. Bemorlarni dastlab kelgan paytda albatta barcha tekshiruvlar, laborator tekshiruvlar o'tkaziladi. Undan tashqari instrumental tekshiruvlar, ya'ni EKG, echo, Holter tekshiruvlar o'tkaziladi. Ko'rsatmaga qarab koronagrafiya tekshiruvi, koronagrafiyadan keyin stentlash va ochiq operatsiya amaliyoti amalga oshiriladi. Avvalo kasal bo'lmang. Bordi-yu kasal bo'lsangiz, bizni Avitsena klinikasiga murojaat qiling va biz kardiyo jamoa bilan sizni sog'lig'ingizni butunlay tiklashga bor kuch va g'ayratimiz bilan harakat qilamiz. Salomat bo'ling.